Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 15-may. Kecha Instagramga so'rovnoma tashlagandimki, ya'ni har kuni bitta go'zal bir hikmatni ulashib borishni. Negativ javoblar ham bo'ldi. Endi hech kimga yoqib bo'lmaydi bu dunyoda. Hammaga birdek yoqib bo'lmaydi. Hammani ko'nglini olib ham bo'lmaydi. Shuning uchun xo'p, bugun 32-kun yugurish challenge, 100 kilo challenge 32-kuni har kuni 2 kilometr minimum yugurishni niyat qilgandim. Hozircha yaxshi ketibdi, to'xtaganim yo'q. Shunga endi hikmatlarni qo'shib bermoqchi edim. Albatta buni sababi nima bo'ldi? Ustoz Muhammadali Shonqulovni bundan 2 yil avval muvaffaqiyatli 101 kun nomlangan challengelar bo'lardi. O'shani o'zim davom ettirmoqchiman. Ya'ni o'shanda challenge bo'yicha xo'p, har kuni yugurish, sport bilan shug'ullanish, badan tarbiyati bilan shug'ullanish, quyoshdan erta turish, kamida 40 sahifa kitob o'qish, yaqinlarni yo'qlash, yana kunlik reja tuzish va bir qancha odatlarni shakllantirish bo'yicha challenge o'tkazgandilar. Shu challenge-ni YouTube'da ko'rib qoldim. O'zlarining sahifalarida bor. O'shani davom ettirmoqchiman. Albatta manfaatli bo'ladi. Ustozga ergashgan holda men ham bitta sharqdan, bitta g'arbdan o'sha buyuk tarixda o'tgan donishmandlar, faylasuflar, ularni go'zal so'zlari, hikmatlarini ulashib bormoqchiman. Bugun birinchi kun, ya'ni hikmat ulash bo'yicha xo'p boshlaymiz sharqdan. Hasan Basriy nomli bir buyuk inson o'tgan. O bir Basra degan shaharda milodiy 700-yillarga yaqin yashab o'tganlar. Bir go'zal so'zlari bo'lardi. Ya'niki har kuni odam bolasi uyg'onar ekan, o'sha kun xitob qiladi unga. Ey odam bolasi, mendan kun oxirigacha foydalanib ol. Chunki men ketsam, meni o'tkazib yuborsang, qiyomatgacha qaytib kelmayman degan. Ya'niki vaqt insonga berilgan eng oliy boylik hisoblanadi. Xo'p, vaqtni to'g'ri taqsimlash, undan unumli foydalanish va yaxshi ishlarni qilib qolish barchamizning vazifamiz hisoblanadi. Shunga, ya'niki bugungi kunimizni qadrlaylik. Juda ham ko'p eshitgansizlar, masalan, kechagi kun o'tdi ketdi, ertangi kun hol noma'lum va senda asosiysi bugungi kuning bor. Shu bugungi kundan unumli tarzda foydalanib, albatta kechki payt inson o'zini isloh qilish kerak, analiz qilish kerak, o'zini so'roqqa tutish kerakki, bugun nima ishlar qildim? Vaqtimni to'g'ri foydalandimmi? Yaxshi ishlarga ulgurdimmi? Qaysi joylarda qanaqa xatolar qildim? Bu xatolarni takrorlamaslik uchun qo'limdan yana nima qilish keladi? Shularni o'ylash kerak. Kun davomida yaxshi ishlarni bajarib, kerakli insonlar bilan uchrashib, yomon ishlardan, g'iybatdan, vaqtni behuda sarflashdan, g'aflatda qolishdan qutulish inson uchun eng yaxshisidir. Shu kuningiz xayrli o'tsin. Bugun birinchi hikmat bo'lgani uchun ertadan yana davom ettiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.